Ayollarning oldi tarafidan oq xun yoki yel kelsa tahorat sunish masalasi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Balyatqudan oq xun kelsa va yel kelsa tahorat sunamdi. Do'stlarim, Azhar tafsir fakultetini bitirgan ustozimiz tahorat sunmaydi degan deydi. Va Ibn Hazm degan olim shundoq deb tikan deydi. Men qanday qilaman? Tahorat olmasam bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Odatda normal ahvolda qiz ayollardan keladigan oq rangli suyuqliklarning turlari bir qancha xil bo'ladi. Buni tuvandagidek ayirish mumkin. Birinchi mazi. Bu suyuqlik odatda qiz ayollarda jinsiy hissiyat qo'zg'alsa yoki jimoga aloqador bir narsa xiyol qilsa chiqadigan oq shilimshiq suyuqlikdir. Bu suyuqlik chiqsa, uni kiyim-kechakdan va badandan tozalab o'tish kerak, chunki u maynat modda hisoblanadi. U chiqsa tahorat sunadi. Shunga namoz o'qimoqchi bo'lsa, namozga yangidan tahorat olish kerak. Buning dalili Hazrat Ali mazidin g'usl qilib qiynalganligini payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan so'raganda, uningga undaq qilma. Mazi ko'rsang, zakarangni yo'yitib, namozga tahorat olgandek tahorat olgan degan. Ikkinchi, mani. Bu sariq yoki sog'uch rangda yoki eqish rangda keladigan suyuqlik bo'lib, odatda ayol kishi qattiq hayajonlanganda shahvat bilan chiqadi. Erlardan etilib chiqadi. Bu suyuqlik kuchli qarashda pokiz, kiyim-kechakni uningdan tozalash kerak emas. Lekin shundaqdimi ehtiyot jihatdan tozalab o'tish yaxshi. Bu suyuqlik chiqsa, tahorat sunubli qolmay, junublik holati shakllanadi. Shunga g'usl qilish vojib bo'ladi. G'usl qilmay namoz o'qig'ili bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yuqori hadisda Hazrati Aliga zakarondan chiqqan suyuqlik etilib chiqsa g'usl qilgan degan. Uchinchi, vadi. Bu suylikdan keyinla yoki ig'ir narsa ko'targanda ayollardan chiqadigan oq suyuqlikdir. Bu modda maynat hisoblanadi. Shunga kiyim-kechakdagi yoki badandagi shaltiqini tozalab o'tish kerak. Shundaqla u tahoratni sundiradi. Shunga namoz o'qimoqchi bo'lganda yangidan tahorat olish kerak bo'ladi. Lekin g'usl qilish vojib bo'lmaydi. Chunki vojiblik faqat shariatning belgilishi bilan bo'ladi. Shariat bo'lsa, ma'nidan boshqa suyuqlikda g'usl qilishga buyurmagan. 4. Odatda qiz ayollardan shahvatsiz, hayajonsiz, kasalliksiz holatda chiqadigan rangi oq suyuqlikda vadi yoki ma'ni yoki mazining sifatlari bo'lmagan taqdirda bu kuchli qarashga asosan pokiz hisoblanadi. Tahoratni sundirmaydi. Shunga namoz o'qimoqchi bo'lganda yangidan tahorat olish kerak bo'lmaydi. Lekin ehtiyot jihatdan elivasi afzal. 5. Qiz ayollar his qiladigan matka ichidagi namlik. Bundaq namlik maynatmi emas, tahoratni sundirmaydi. 6. Yallovlanishdek ba'zi kasalliklar tufaylidan to'xtamay chiqib turadigan suyuqlik. Buningga suydik to'xtamaydigan kishilarning hukmi beriladi. Shunga bundaq suyuqlik chiqqan ahvolda har bir namoz vaqti kirganda yangi tahorat olish kerak bo'ladi. Namoz vaqti kirgandan keyin tahorat olib namoz o'qig'icha yoki namoz o'qiyotganda chiqsimi hech qisi yo'q. Namoz yoki tahorat buzilmaydi. Boshqa bir namozning vaqti kirishi bilan bu ayol namoz o'qimoqchi bo'lsa, yangidan tahorat olish kerak bo'ladi. Bundaq ahvoldagi ayol har bir namozga yangi tahorat oladi. Shu tahorati bilan bir farz namoz va uningga tava barliq sunnat va nafl namozlarni o'qiydi. Ammo yangi bir namoz vaqti kirsa, yangi namozni o'qish uchun yangi tahorat oladi. Ya'ni har kuni har bir azondan keyin bir qatim, jam'i 5 qatim tahorat oladi deganlikdir. Shunga bundaq ayol va yana suylik to'xtamaydigan yoki yel to'xtamaydigan yoki istihoza qani to'xtamaydigan kishilar har bir namozga yangi tahorat oladi. Әмді ayol kishining oldi tarafidan chiqadigan yel masalasiga kelsak, ayol kishi bir qancha qatim tabiiy tug'ut natijasida oldi tarafi sal kengayib ketib, o'ltirganda yoki o'ngda yotganida oldi tarafiga havo kirib olib, badan holati o'zgargan chaqda ashu sirtdan kirgan havo ovoz bilan chiqishi mumkin. Buning uchay bilan munosabati yo'q. Hanafi, Maliki shundaqla bir qism Hanbali mazhab olimlari nazarida bu yel odatdagi yel chiqadigan nijosat bor joydan chiqmagan bo'lg'achqa, bu kekirikka o'xshaydi. Tahoratni sundirmaydi. Sundirdi deydigan ayrim dalilmi kelmagan. Shunga tahorat burunqidek turaverdi. Qozi Shayxzoda Damat afandi ayol kishining oldi tarafidan chiqqan yel maynat emas, chunki u nijosat o'rnidan qo'zg'alib chiqmaydi deydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 36 nomerlik fatvo.